Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Avstraliya və Yaponiya yeni müdafiə kelişimini imzaladı. Avstraliya Baş Ministeri Scott Morrison Yaponiya bilan buruluş xarakteriga ega yeni bir müdafiə kelişiminin Hindi Tinch okean bilan münasibətlik Xitayga nisbatan endişeleriga qarta muhim ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Yaponiya Baş Ministeri Kishida Omikronning Yaponiya va dunyoga tez tarqalayotganligi sababidan Avstraliya bilan Amerikani ziyorat qilishni to'xtatganligini uqtirgandan keyin payshanba kuni Morrison bilan Yaponiya Bash Ministeri Fumio Kishida to'y yig'ini chaqirib, ikki taraflik mudofaa kelishimini imzoladi. Morrison Yaponiyaning Osiyodagi eng yaqin sheriki ekanligini, bu kelishimnomning tezla o'zgarayotgan hozirgi vaziyatda ikkala davlat uchun murakkab mudofaa va bexatarlik hamkorligida yangi bir sahifa ochadiganligini aytdi. Morrison yig'indan keyingi bayonotida Sharqiy dengiz bilan munosabatlik andishalarini Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dengizchilik qonuniy ahdlariga xilof holda harakat qilayotganligini, Xitoyning Sharqiy dengizdagi Yaponiyaning kontrolligidagi orolning egilik huquqini talab qilayotganligini, hozirgi holatni o'zgartirish va rayondagi jiddiylikni oshirishni maqsad qilgan har qanday muqimsizlik yoki majburlash xarakterli bir taraflama harakatga kuchli qarshi turadiganligini bildirdi. Yig'inda ikki taraf Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligidan andish qilganligini aytdi. Bu kelishim Yaponiyaning tunji qatim bir davlat bilan tuzgan kelishimi bo'lib, Avstraliya, Amerika, Angliya 3 davlat kelishimi va Janubiy Chavshan bilan tuzgan 1 milliard dollarlik kelishimni to'liqlaydi ekan. Amerika, Avstraliya, Angliya, Belgiya qatorliq davlatlar Beijing qishliq olimpik tantariya musobaqasini diplomatik boykot qilishni qaror qildi. Daniya parlamentidagi partiyalar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi andishalarini bayon qilib, Sosial demokratik hukumatni Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan bu musobaqani boykot qilishga besim qildi. Muhofizkor partiya, O'r Yeshillar va Liberal Birlashma partiyasiga o'xshash o'qituvchi partiyalarmi o'zlarining bu taklifni qo'llaydiganligini bildirdi. Hokimiyat beshidagi Sosial demokratik hukumatni qo'llaydigan Sosialistik xalq partiyasimi hukumatning aniq pozitsiyasini talab qildi. Mutaxassislarning aytishicha, Daniyaning bir qaror berishi qiyin ekan. Musobaqaning yuqori darajalik analizchisi Steins Elsborg uzundan buyon musobaqaning boykot qilinishiga aloqador munozaralarga ergishib kelgan bo'lib, Daniyaning Savdo sanoat ministerining 6 oy ilgari Xitoyning sanoat va uchur texnika ministeri bilan yeshil kema yasash hamkorligini kuchaytirish to'g'risida cho'ng kelishim imzolaganligini aytib, ba'zi ishlarda yangi diplomatik kelishimlar buningdek cho'ng tantarbiya faoliyatlarining muhim bir qismi dedi. Zamonaviy diplomatiya jurnalida Qozog'iston Rossiyaning keyingi Ukrainasiga aylanib qolamdi sarlavlik bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Rus askarlari Ukraina chegarasiga yig'ilganda Vladimir Putinning ular uchun nima tayyorliklarni qilganligidan yolg'iz Ukrainaliklar emas, qozoqlarmi ansiraydi. Qozoqlarni ansirtadigan Putinning iddiviy qarashni ta'kidlaydigan so'zlari. Putin oldingi oyda o'zining yillik muxbirlarni kutib olish yig'inida Qozog'istonning bir televiziya kanalining so'ragan savoliga bergan javobida Qozog'iston kelimasining rus tili so'zlanadigan bir davlat degan ma'noda kelganligini aytgan. Bu qozoq faoliyatchilarining Qozog'iston tilining qozoqchadan qolsa rus tili bo'lganligiga qarata besim ishlatishiga javob bo'lgan. Qozoq millatchilari rus davlatining O'rta Osiyo Jumhuriyatidagi o'rnini o'zgartirishga nisbatan keskin pozitsiya bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov chet el dushmanligining Qozog'istonda rus tilida so'zlashadigan kishilarga nurg'un hujumlarni elib kelganligini aytdi. Qozog'iston Rossiya bilan 6846 kilometrlik chegarani o'rtoqlashadi. Bu dunyodagi ikkinchi uzun chegara bo'lib, bu yerda nüfusning 20%ni tashkil qilgan Rossiya osonliqlari yashaydi. Qozog'iston parlament a'zosi Dariga Nazarbayev Rossiyada chet el dushmanligining borligini aytdi. Yaqinqi yillardan buyon o'ngchil darajadan tashqari millatchi ideologlar Rossiya hukmronligini O'rta Osiyoga qaytarishni va Qozog'istonni parchalashni talab qilmoqda. Rossiya parlamentining sobiq millatchi vakili Qozog'istondagi milliy ruslarni diaspora deb atash siyosiy xatolik. Chunki Qozog'iston bizning Rossiyadan ayrilgan vaqtliq zaminimiz. Chegara mangulik emas. Rossiya davlatining chegarasiga qaytadi dedi. Putin Gretsiya, Rim va Bizans dunyosini chegara tarafidan emas, balki madaniyat va iqtisodiy ta'sirlar bilan aniqlangan bo'shliq deb qaragan qadimgi manbalar qo'llangan o'qimning yangilangan nusxasi orqali Rossiya dunyosi o'qimini ishlatib, Rossiyani milliy davlat bo'lmasdan balki madaniyatlik davlat dedi.
Putin bu hukmni tunji qitim 2021-yili Rossiya diaspora yig'inida qo'llangan bo'lib, Rossiya dunyosi hukmi Rossiyaning jug'rafiyalik chegarasi va Rossiya millatlarining chegarasidan halqib ketgan degan. Putin qozoqlarning 5 davlat Sovet ittifoqidan keyingi Yevroasiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi ularning dunyo madaniyatining bir qismi bo'lgan atalmish ulug' Rossiya dunyosi ichida turishiga yordam berdi dedi. Qozog'iston rahbarlari Putin va uning o'ngchil millatchi o'mkiga javob qaytarishda nihoyat zil bo'ldi. Prezident To'qayev maqolasida 1930-yillarning boshida Sovet ittifoqining majburiy kollektivlashishi va ko'chmanlarning o'ltiraqlashishini keltirib chiqargan ocharchilikqa kimning mas'ul ekanligini tekshirishni talab qildi. Nazarboyev bilan To'qayevning Putinning qozoq tarixini burmilishiga qarata bergan javobi asosan o'xshash. Nazarboyev 1965-yili qozoqlarning xonlik qurganligini, Qozoq davlatining 550 yillik tarixga ega ekanligini aytdi. 2 oydan keyin Qozog'iston mustaqillik kunini tabriklash faoliyatida sobiq prezident ajdodlarimiz muqaddas zaminimizni qon va ter bilan qo'g'didi. Qahramon ajdodlarimiz zaminimizni meros qoldirgandek, har bir Qozog'iston fuqarosi Qozog'istonning qinining oxirgi tomchisigacha qo'g'daydi dedi. Rossiya bilan Qozog'iston balki tinch yoki qon to'kilish bilan bir-biridan ayrilishi mumkin deyildi. Xitoylar elib berayotgan qatliamlardan boshqa plan programmalik holda psixologik buzg'unchilik elib berishni izchil davom qilmoqda. Uzoq zamonni nazarda tutganda Xitoylarning psixik buzg'unchiligi hammasidan qabih, hammasidan xatarlik va hammasidan qo'rqinchli. Chunki psixik buzg'unchilik bizning ruhiy dunyosimizni buzishni maqsad qilgan bo'lib, bizda qo'rqinchoqlik, jur'atsizlik, bugunni o'ylaydigan ko'zi kichiklik, shaxsiyatchilik omillarini yetildirib, mangu tashkillanmaydigan, bir-birimizga ishonmaydigan, eng muhimi Xitoydan qutulib, ozodligimizni qo'lga keltirishga ko'zi yetmas ruhiy holatni o'zlashtirishni maqsad qiladi. Shakllanish va shakllantirish tadqiq qilinadigan bo'lsa, bizni tadqiq qilayotgan dushmanlarimizning ba'zi ish harakatlari, ijroatlarining parda orqasini ochiq ko'ra olamiz. Insonlarning ma'lum ishga qaratilgan ishonchini yimiritish, ana shu ishning ishqa ish ehtimolligini nolga tushirayotganga barobar keladiganligini mutafakkirlarning muno so'zlaridan ochiq ko'rib olamiz. Ishonch tog'larni ta'virtib o'tadi. Shuningdek, bir kishining kelajakka doir ishonchini yo'qotib qo'yishi, uning beshiga kelishi ehtimol bo'lgan ishlarning eng yomoni hisoblanadi. Ozodlikqa, hayotga, mavjud bo'lib turish baxtiga ishonmak ruhnimi, badannimi harakatga keltirdi. Muvaffaqiyatga ishonmak ishning yarmini bitirganga barobar. Yuqorqilardan shuni ko'rib olish mumkinki, kishi bir ishni mumkin emas deb o'ylasa, u ish haqiqatan mumkin emaslikka qarab taraqqiy qiladi. Insonlarni ma'lum talabdan voz kechish uchun kuch qo'llanishning vaqti o'tdi. Kuch qo'llanib voz kechish hamon vaqtliq bo'lib, Əməliyyatda tələbkar tələblərini məcbur qılınışı tüpaylidən yuşurudu xalas. Amma bu tələblər yo'qolmaydi. Qalb tiranliklərə kömüb qoyulğan boludu. Qaçanki uyğun fürsət tapsa, avvalqadınmı kuchlik portlab chiqadi. Tələblərdən voz kechish chorasizlik tuyg'usiga keltirish uchun ruhiy dunyoga singdirishning unumi jismoniy kuch qo'llangandanmi unumli bo'lib, butun vujudingizdan o'chirilishi mumkin. Avval haqiqatan nima qilmoqchi ekanligingizni biling. Keyin bir nishon belgilang, ishqa boshlang. Nishoni bo'lgan kishi bir yerga yetib boradi. Bo'lishni orzu qilgan ish bilan hapillashish kerak deydi Enkilman. G'ulom Osmon apandining qo'rqinchli suiqasd nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.